Assalamu alaykum YouTube kanalını görücüler. Hammaga hayırlı gün. Mana bizniki eski rozalarımız, qalamcha qilganlarimizdan, qalamcha qilganlarning o'tgan yilgi qilganlarimni bakoylarni kesib olgan edim. Mana yonidan yangi bakoylar atib chiqdi mana. Bu birida ham mana ikki yangi bakoylar atib turibdi. Shaxlab dumalaq bo'ladi. Mana bu biri yaqinda qilib qo'ydim. Bu biri ham uje mana shaxlayapti. Mana birini oldinroq qilgan edim. Bu biriniki uje mana bir qarishdan o'sib ketgan mana 25-30 santi bo'lib katta bo'lib mana uje shaxlab ketdi mana. Bularnikini men kesganlarimni qalamcha qilib qo'ydim. Mana qalamchalari. Ichida bitta bugun ham qilib qo'ydim. Mana bitta bugun ham katta bo'libdi. Buni ochib qo'ydim. Endi mana bunning qilganlarim mana. Bulardan ham mana yangi o'rtasidan mana yangi navda chiqib turibdi mana. Men shuni kesib qilib qo'yganlarim endi mana 2 haftacha bo'lyapti. Mana o'rtasidan yangi chiqib kelyapti bari. Bu birim bugun yeliyam ekan. Ikkalasini ham men qo'ygan edim. Mana bu birimiz mana yangi katta shax uje zo'r bo'lib chiqib turibdi. Buni ham mana bir hafta tursa keyin buni ham ustini ochib qo'yaman. Mana shuncha chiqqan edi. Qo'yganlarim qator bari turibdi mana. Bu birim mana shaxlab kesib olganlarim uje mana bir qarishdan ko'p shaxlab uje ancha o'sib qoldi mana. Apa nima bo'ldi shu gulingiz deyordinglar. Mana o'sib shaxlari chiqib katta bo'lib zo'r bo'lib turibdi mana ko'ribsizlar. Yana bundan tashqari mana indiyskiy siren gulimizni shaxga baylagan edim. Bularma mana yetilib ancha yaxshi bo'lib qoldi. Aldi gullashga kelyapti mana. Juda ham chiroyli uchalasi mana gullashga kelib turibdi. Butonlari chiqib turibdi mana. Yaqinda mana butoni mana. Mana. Hammaga xayrli kun tilab qolaman. Keyingi videolarda uchrashguncha sog' omon bo'linglar.